Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Transfer bozoridagi eng so'nggi yangiliklar bilan bugun o'rtoqlashamiz. Barselona o'z tarkibiga Karim Adeyemini qo'shib oldi. Bu hech qanday heavy go emas. Bu ofitsialniy 100% aniq informatsiya. 2031-yilgacha Karim Adeyemi Barselona tarkibida to'p suradi. Bu omadli transfer bo'ladi degan umiddamiz. Undan tashqari Chelsea jamoasining chap qanot vingeri Alejandro Garnacho ham jamoasini o'zgartirdi. U Aston Villa a'zosiga aylandi. Borgan sari uning faoliyati Cristiano Ronaldo'nikiga o'xshagan emas, uning kumiri bo'lgan qandaydir bir parodiyaga o'xshab ketmoqda. Va transfer bozorining so'nggi va o'z niyatlariga yeta olmayotgan bechora Arsenal Christos Tsolisni Brugge jamoasidan hujum uchun o'z niyatlariga yeta olmayotgan Arsenal esa Christos Tsolisni qo'shib oldi. 40 million yevro Bruggening chap qanot vingeriga. Shuncha pul APLda to'p surmagan hech qanday. Arsenal jamoasi chap qanot vingeri Christos Tsolisni Brugge jamoasi tarkibidan 40 million yevro evaziga xarid qildi. Chap qanotda Leonardo Trossardni Beşiktaşga sotgandan keyin jamoaning chap qanotida faqat Gabriel Martinelli qolgan edi. Martinelli top winger, faqat unda stabillik yetishmaydi. Endi Martinellining yoniga Tsolisni qo'shish qanchalik to'g'ri? Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, Tsolis APL to'p surish tajribasiga ega emas. Bu Arsenalning Chempionlar Ligasi kurashida hamda APL chempionligini ushlab qolishda uning foydasi qanchalik tegadi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'rtoqlaringizga jo'natib qo'yishni ham esingizdan chiqarmang. Like knopkasini kutib qolaman. Barchangizga omad.